Ba'zi bir viloyatdagilar tilma o'qibdi-da, men viloyatga hech ayirmayman, yaxshi ko'raman. Viloyatdagilar tilma o'qibdi, nima qilibdi? Qashqadaryo, Surxondaryo sharmanda qilyapti. Nima deymiz? Bir-biriga qaramas. Surxondaryo deb bunday qilib gapiramiz. Ana endi ha otam, bormi oriq? Surxonni bo'lar, hamday bo'ladi. Yorib qo'yadi, do'ppini kiyadi, ipladim deb turadi. Assalomu alaykum, sog' bo'lasizlar. Surqashim, to'lga gaz, trassani ham bermaymiz, davrani ham bermaymiz. Polni faqat oldinda yuramiz inshaalloh. Bizda shunaqa. Bu boshqa viloyatning polvonlariga tegib ketishdan qo'rqmaysizmi? Boshqa viloyatlar haqida men yomon gapirdimmi hozir? Ular sraz tushunadi. Bizda ham chiqsin deydi. Bizda ham shunday bolalar chiqsin deydi. Malades deydi. Tug'ilib o'sgan otasi, onasi o'sgan joyda deb shunday yuqoriga olib chiqsin deb. Maniki faxrlansin, bizda ham chiqsin. Chiqsin-da baqirsin. Navoiy desin. Farg'ona, Namangan. Baqirsin, Andijon desin.